Yoz faslida tug'ilgan chaqaloqlarda tana haroratining ko'tarilishi, peshob miqdorining kam ajralishi holatlari kuzatiladi. Bu vaqtda onajonlar bolamning qorni to'ymayapti deb o'ylab, sun'iy aralashma berishni boshlaydilar. Bu narsa qanchalik to'g'ri? Keling, bugun shu haqida gaplashamiz. Chaqaloq dunyoga kelar ekan, onadan ajraladigan dastlabki sut o'g'iz suti deyiladi va uning miqdori kam miqdorda bo'ladi. Ba'zi onalarda umuman kelmasligi mumkin. Lekin o'g'iz sutining miqdori kam bo'lsa ham kaloriyasi juda yuqori bo'ladi. Ba'zi adabiyotlarda 1-2 tomchi o'g'iz sutining kaloriyasi 1 piyola qaymoqning kaloriyasiga tenglashtiriladi. Xo'sh, nima uchun yaratgan tomonidan onalarda dastlabki kundagi sut miqdori kam miqdorda qilib yaratildi? Buning bironta ma'nosi bormi? Albatta. Demak, yangi tug'ilgan chaqaloqlarda hali jigar va buyraklari to'liq ishga tushmagan bo'ladi va ularga ortiqcha suyuqlikning aslida keragi yo'q. Aslida chaqaloqlarda 3-5 kungacha buyragi hali to'liq ishga tushmaganligi sababli peshobning kam miqdorda kelishi norma hisoblanadi. Agar siz bolangizni peshob kam ajratayotganligi sababli qorni to'ymayapti deb o'ylab unga sun'iy sut berishni boshlasangiz, uning buyraklarini zo'riqib ishlashiga olib kelasiz. Chaqaloqlik davrdan buyraklarning zo'riqib ishlashi kelajakda asoratlarga ham sabab bo'lishi mumkin. Chaqaloqlarda dastlabki kunlarda tana haroratining ko'tarilishi-chi, bu nima bilan bog'liq? Chaqaloqlarda hali nerv sistemasi yaxshi yetilmagan va tabiiyki haroratni boshqaruvchi markaz ham yetilmagan bo'ladi. Chaqaloq issiq havoda isib ketadi, sovuq havoda esa aksincha sovqotib qoladi. Qisqa qilib aytganda, haroratni boshqara olmaydi. Issiq kunlarda tug'ilgan chaqaloqlarda tana harorati ko'tarilib ketmasligi uchun iloji boricha yengil kiyintiring va samarali emizishda davom eting. Agar chaqalog'ingizda samarali emizish hamda yengil kiyintirgan taqdiringizda ham tana harorati ko'tarilayotgan bo'lsa, shifokor tomonidan konditsionerli xonaga olib kiriladi va kun davomida 22-24 gradusda ushlanadi. Agar chaqalog'ingizni yengil kiyintirish, samarali emizish davomida ham tana harorati ko'tarilayotgan bo'lsa, konditsionerli xonaga olib kiriladi va 22-24 gradusda saqlanadi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, tana haroratining ko'tarilishi, peshob miqdorining kamligi bolaning qorni to'ymayotganligining belgisi emas. Bu buyraklarning to'liq ishga tushmaganligi va harorat markazining hali yetilmaganligi bilan bog'liq. Sahifamda isbotlangan tibbiyotga oid ma'lumotlar berib boraman. Menga obuna bo'lishni unutmang.